3 do'st. Assalomu alaykum mehribonlarim. Yana qiziqarli ertak eshitish fursati yetdi. Bugun sizlarga do'stlik haqida ibratli voqeani aytib bermoqchiman. Demak, diqqat qiling. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonlarda bir yaylovda yashagan uloqcha, qo'zichoq va buqacha do'st tutinishibdi. Uchalasi juda qiziquvchan bo'lib, ayniqsa echkicha kutilmagan savollarni berishga usta ekan. Bir kuni u uzoqdagi toqqa tikilgancha do'stlaridan so'rabdi. Og'aynilar, quyosh kechqurun tog' ortiga kirib ketishini ko'rganmisiz? Albatta, men ko'rganman. Men ham ko'rganman. U kechqurun qayerga yashirinishiga qiziqyapman. Do'stlarim, keling, uchalamiz tog' tomon borib, quyosh kechasi qayerga yashirinishini bilib kelamiz. O'sha kuniyoq og'aynilari kelishib, quyoshning yotog'ini topish niyatida podadan qochib ketishibdi va dasht bo'ylab ketaverishibdi. Yo'l uzoq bo'lsa-da, tog' tobora yaqinlashaveribdi. Do'stlar bundan quvonib turishganida oldilaridan bir ariq chiqibdi. Endi ularning oldida yangi muammo paydo bo'libdi. Ariqdan qanday qilib o'tishadi? Shunda abjir uloqcha shunday debdi. Ariqdan bir sakrab o'tib olamiz. Yo'q, men qo'rqaman. Men ham qo'rqaman. Qo'rqoqlar. Men esa qo'rqmayman. U bir sakrab osongina narigi qirg'oqqa o'tib olibdi. Shunda qo'zichoq ham uning ortidan sakrabdi. U ariqdan osongina o'tibdi. Faqatgina orqa tuyog'i ho'l bo'libdi xolos. Ilojsiz qolgan buqacha esa turgan joyida depsina nihoyat ariqdan sakrab o'tibdi. Sakrabdi-yu, shalab etib suvga tushibdi. Bechorani cho'kib ketishiga oz qolibdi. Do'stlari yordamga shoshilib, uni ariqdan zo'rg'a chiqarib olishibdi. Ana shunda echkicha hamma yog'i jiqqa ho'l bo'lgan buqachaga qarab shunday debdi. Buqacha, biz seni bir o'limdan qutqardik. Buning evaziga bizga xizmat qilishing kerak. Men bilan qo'zichoqni yelkangga o'tirgazib, toqqacha olib bor. Sodda buqacha uloqchaning gapiga ko'nib, ularning yelkasiga mindiribdi. Shumtakalar buqachaning ustiga o'tirib, topqirliklaridan quvona ketaverishibdi. Oradan ko'p o'tmay buqacha zorlana boshlabdi. Buncha og'risizlar. Men sizga tuya emasman. Boshqa kuchim qolmadi. Sizlarni oldinda ko'rinayotgan ana u toshgacha olib boraman. O'sha yerda ustimdan tushasizlar. Buqacha ko'rsatgan toshgacha yetib borishsa, u tosh emas, balki yerda yotgan yo'l xalta ekan. Do'stlar xaltani ochib qarashsa, ichiga qoplon, ayiq, bo'ri va tulkining terisi solingan ekan. Shunda bilag'on uloqcha ularga qarab shunday debdi. Omadimiz keldi. Bu juda yaxshi va kerakli topilma. Hali bizga asqotishi aniq. Uchalasi qopni ko'tarib, yo'lni davom ettirishibdi va ko'p o'tmay tog'ga ham yetib kelishibdi. Qarashsa, tog' etagida
oq o'tov tikilgan bo'lib, ichkaridan shovqin, suron, do'mbiraning ovozi eshitilib turgan emish. Yo'lchilar ichkariga mo'ralashsa, u yerda ziyofat bo'layotgan ekan. Ola-bula qoplon qimiz ichar, semiz ayiq holva yer, bo'z bo'ri esa bo'g'irsoqni paqqos tushirish bilan band bo'lsa, malla tulki do'mbira chalib qo'shiq aytayotgan emish. Tiring, tiring, do'mbiram meni. Hozir hammamiz do'stmiz. Ertaga esa yana dushmanmiz. Hamma o'z terisini ehtiyot qilsin. 3 do'st ostonada qotgancha turib qolishdi. Axir ularning qarshisida yirtqich hayvonlar turgan ekanda. Ular ham kutilmagan mehmonlarni ko'rishlari bilan ko'zlari yonib ketibdi. Axir shunday mazzali taom ularning oldiga o'z oyog'i bilan kelib turibdi-ku. Shunda tulki sheriklariga ko'zini qisib qo'yibdi-da, til yog'lamalik bilan shunday debdi. Xush kelibsiz, mehmonjonlar. Yaratganning o'zi sizni bizning bayramona ziyofatimizga yuboribdi. O'choqqa yaqinroq o'tiring, bolajonlar. Hozir sizlarni yaxshilab mehmon qilamiz. Ungacha balki bizga do'mbira chalib, qo'shiq aytib berarsiz-a? Qo'zichoq boshini egib jim turaveribdi. Buzoqcha ham ortga chekinib indamay turaveribdi. Jasur echkicha esa jingalak sochlarini silkitib shunday debdi. Bo'pti, tulki, do'mbirani uzat. O'zim senga qo'shiq aytib beraman. Echkicha do'mbirani qo'liga olib, torlarni chertdi-da, ashulasini boshlabdi. Tiring, tiring, do'mbiraginam. Dushmanlar bizdan yaxshilik kutmasin. Ola-bula qoplon bizni cho'chitolmas. Semiz ayiq esa cho't emas. Och bo'ridan ham, ayyor tulkidan ham qo'rqmaymiz. Uchalamiz tashlansak, hammasini g'ajib tashlaymiz. Bu qo'shiqni eshitgan hayvonlar hayron qolishibdi. G'azabga mingan qoplon dahshatli irillagancha shunday debdi. Kim bo'libsizlarki bizga tahdid qilasiz? Biz dashtovchilarimiz. U holda qayerga ketyapsiz? Bozorga mol olib ketyapmiz. Qanaqa molingiz bor? Hayvon terisi. Voy, uni qayerdan oldinglar? Shunda topqir uloqcha qopdagi hayvon terilarini yerga to'kib shunday debdi. Qarindoshlaringizdan shilib oldik. Bu gapni eshitgan va terilarni ko'rgan yirtqichlar qo'rquvdan uvillab yuborishibdi-da, orqa oldiga qaramay qochishga tushibdi. 3 og'ayni esa begona o'tovda qolib, dasturxondagi mazali taomlardan yeb, bu yog'iga nima qilish haqida o'ylay boshlashibdi. Uloqcha ularga qarab shunday debdi. Yirtqichlarni qo'rqitganimiz yaxshi bo'ldi. Lekin ular gap nimadaligini anglab qaytib qolishsa, yomon bo'ladi. Shuning uchun tezroq uyga qaytaylik. Podada bo'lsak, bizga hech qanday yirtqich qo'rqinchli emas. Cho'ponlar bizni hech kimga xafa qildirib qo'yishmaydi. To'g'ri aytasan, og'ayni. To'g'ri aytyapsan. Unda tezroq yo'lga tushaylik. Ko'p o'tmay uchovlan yo'lga tushibdi. Uloqcha hammadan oldinda, ortidan qo'zichoq, buqacha esa orqada yugurib kelaveribdi. Kechga qolmay hammasi uyga yetib olishdi. Cho'ponlar
ularni sog' salomat ko'rib, koyishni ham unutibdilar. Xullas, hammasi yaxshilik bilan tugabdi. Faqat uchovlon quyosh kech tushganida tunagani qayerga yashirinishini bilisholmagani yaxshi bo'lmabdi. Shunday qilib, topqirlik 3 do'stga yirtqichlarning o'tkir tishlaridan qutulib qolishga yordam bergan ekan. Mardlik, hushyorlik va vaziyatga to'g'ri baho bera olish muhim jihatlardan sanalishiga ishora bo'lgan bugungi ertagim ham o'z nihoyasiga yetdi. Yanagi diydor qadar omon bo'linglar.